nima o'chmayapti bu? Agar sizning ham nasosingiz barcha kranlar o'chiq turgan bo'lsa ham, lekin baribir mana shunda ishlab turgan bo'lsa, unda ushbu video aynan siz uchun. Yopganimizda ham nasos o'chmayapti. Bu holatda nima qilish kerak? Birinchi o'rinda toksdan sug'urib olamiz. Nasosni chap tomoniga o'tib turib, mana bunday prozrachniy kirishgani yechib olamiz minus отвертка bilan. Va bu yerda ko'rib turgan bo'lsalaring, faqatgina minus kichkina отвертка tushadigan joy bor. O'ng tomonida plus belgisi turibdi, chap tomonida esa minus belgisi turibdi. Bizning holatimizda, ya'ni kranlar yopiq bo'lsa ham, suv o'chgan bo'lsa ham, nasos baribir ishlab turibdi. Bu holatda biz minus tomonga, ya'ni o'ng tomonga ikkita burab ko'ramiz. 1 2 ovozni eshitilayni. Endi hozir sinab ko'ramiz. Qaytadan rozetkaga ulaymiz nasosimizni. Nasosimiz mana ishlab ketgani yo'q. Endi kranni ochib ko'ramiz. Suv tushyapti. Endi o'chirib ko'ramiz. 1 2 bo'ldi. Barchaga e'tibor uchun rahmat.